Talabchan yashashning ta'mini tetib baqdingizmi? Hal qilg'ili bo'ladigan har qanday masalaning chorasi talabchanlikdan keladi. Eriq, nada tug'ilganligi, nasab, erisi kasal. Bularni mangu o'zgartkil bo'lmaydi. Ammo bilim qurilmasi, badan saposi, masalalarga bo'lgan ko'z qarashi va masala hal qilish iqtidori qatorliqlarni o'zgartkil bo'ladi. Yuksak erkinlik, yuksak talabchanlikdan keladi. Hal qilg'ili bo'ladigan har qanday masalaning chorasi talabchanlikdan keladi. Eriq, nada tug'ilganligi, nasab, erisi kasal. Bularni mangu o'zgartkili bo'lmaydi. Ammo bilim qurilmasi, badan saposi, masalalarga bo'lgan ko'z qarashi va masala hal qilish iqtidori qatorliqlarni o'zgartkili bo'ladi. Yuksak erkinlik, yuksak talabchanlikdan keladi. Bir turlik odamlar bor. Ular varislik qilishga tayinib emas, balki o'z muvaffaqiyatiga tayinib boylikqa ega bo'ladi. Inglizchada ularni self-made man, o'zi utuq qozonguchi deydi. Men doim tavsiya qiladigan bir roman Qaltis Gatsby'dagi bosh qahramon Gatsby dal ashu xil o'ziga qattiq talab qo'ydigan, o'z-o'ziga haydakchilik qilish iqtidori ajoyib kuchli odam. U yuqori tabaqaga kirish uchun barliq vaqtini har yarim soatni bir-birlik qilib o'rinlashtirdi. Gantil mashq qiladi, kitob o'qiydi. Ig'ir besiq bo'lishni maxsus mashq qiladi. Sapasini yuqori ko'tarish jihatda hatto oq so'ngaklardan sapaliq bo'lib ketadi. Oxiri Long Islandda uzun orol degan ma'noda. Long Islandda orlig'i ko'chib berib, dacha soldiradi. Hamma havas qilgudek boyga aylanadi. U qat'iy niyatga kelib inchika do'raydi. Ajoyib jafoliq mashq qiladi. Ammo uning hayoti bizga oddiy odamlarning parlaq kelajakka yetish imkoniyatini ko'rsatib beradi. Shu chog'dagi Amerika shundoq edi. Bugungi dunyo ham shundoq. Talabchan bo'lmoqdan boshqa yo'l yo'q. Bir odamning hayotining ahamiyati qandoq o'lchanadi? Liang Landauning ko'z qarashi mundoq. Tug'ilib cho'ng bo'lguncha bo'lgan hayotingizni bayon qiling. Tug'ilgan vaqtingiz, o'qigan maktabingizni o'z ichiga olgan tarjimahol emas. Personajlari, vaqaligi, bosh oxiri kulminatsiyasi bor bo'lgan mukammal hikoya bo'lsin. Muhabbat hikoyasi bo'lishmi, o'ch elish haqidagi hikoya bo'lishimi mumkin. Agar sizning hayotingiz yiqimliq bir hikoyaga aylansa, ma'nilik, ahamiyatlik yashagan bo'lasiz. Yadrosi bor bo'ladi. Undaqda hayotlik hikoyangizning yadrosi nima? Yozuvchilar tizimligining bir qitimliq ziyoratida ular mendan sizning eng xo'shal bir kuningiz qandoq o'tgan deb so'radi. Men mundaq javob berdim. 2014-yilining ma'lum bir kuni Shandongda 2 maydon leksiya so'zladim. 45 bet kitob o'qidim. Ondan tuyuqsiz shundaqla Tayshan tig'iga chiqish qaroriga keldim. Kun o'ltirganda yo'lga chiqib, kech soat 10 da Tayshanga yetib bordim. Soat 11 dan boshlab taqqa yamishib, sahar soat 3 da tog' cho'qqisiga chiqdim. Soat 4 da kun chiqdi. Shu bir kun ichida o'zim yaxshi ko'radigan ishlarning hammani qildim. Kitob o'qidim, chiniqdim, sayohat qildim, xizmat qildim. Men shundoq odam bo'lsam kerak. Natija tuyg'usi cho'qim bo'lishi kerak. Tog' cho'qqisida turib, kunning chiqishini ko'rgan vaqtimda tortgan jafoning hammasini unutib ketdim. Agar nom shuhrat nuqtasida o'ylashgan bo'lsam, tushdan burun Beijing dashoda leksiya so'zlagan. Tushdan keyin Chenhua dashoda yangi kitobimni tarqitish murosimiga qatnashgan va Yu Minhong muallim bilan suhbat qurgan osh kunni yoki Hollywoodda Alvastining tunji qo'yilishiga qatnashgan kunni va yoki Shanxayda planetlar aro urush 2ning xalqaro musobaqasiga riyosatchilik qilgan kunni tanlasam bo'ladi. Tayshan tig'iga chiqqan kunni tanlashimdagi sabab shuki, u nihoyat tabiiy, samimiy o'tgan bir kun. Shu kuni qilgan ishlarning hammasi
chin yuragimdan xalab qilgan ishlar. Xizmat bilan turmush tangpunglashgan bir kun edi. Har kimning turmushni ko'zitish nuqtasi o'xshashmaydi. Men o'zimga nima kerak emas, buni aniq bilaman. Shunga xotirjamlik ichida o'zimga ishonaman. Har yili 4-5 oy vaqtim shundoq o'tadi. Oyda 20-30 qitim aeroplanga o'ltiraman. To'xtamay yig'in ochaman, leksiya so'zlayman. Aeroplan almışman, poyez almışman. Safar ustida uxlayman. Bir uxlab qopsam, o'zimni boshqa bir shaharda ko'raman. Yenimdagi hurmatli kishining va yana nurg'un kishilarning turmushi mushundoq o'tadi. Bir qitim Yuminxo muallim bilan Tsinghua dashoda suhbat qurganda o'zimning bir kunlik vaqt jadvalini so'zlab berdim. Kecha soat 12 da qo'limda qandoq muhim xizmat bo'lishidan qat'iy nazar cho'qim uxlayman. Men shuni cho'nqur tonib yetdimki, kecha soat 2 gacha uxlamagan bilan ertasi soat 8 da o'rningizdan tursangiz, 1 minutni tejab qola olmaysiz. Faqat amal bo'lmagan ahvolda u boshqa gap. Men hozir kecha soat 12 dan burun cho'qim uxlab bo'laman. Atgan soat 6:30 da o'rnimdan turaman. Cho'qim yuyinaman, o'zimni sag'itish uchun sovuq suvda yuyinaman. Ondan 2-3 kilometr yuguraman. Uningdan ortiq yugarmayman. Uningdan eshib kelsa, vaqt isrof qilgandek his qilib qoldi ekanman. Marafoncha yugurish musobaqaga qatnashmagandan keyin shunchalik yugurish meningcha yetarlik. Tezroq yugarsangiz tar chiqib ketadi. Tar chiqsa yengillab qolasiz. Bak tarlab ketib qolsam, yana bir qitim yuyinaman. Bir qitim choy qilib chiqishga 1 minut yetadi. 7:30dan 8:30gacha 1 soat ilxatlarni bir taraf qilishdan boshqa xizmatlarni ishlayman. Kech kelgan qisqa uchur, undidor uchurlarini odatda kompyuterga ulab ko'raman. Chunki texmi tez javob qaytarg'ili bo'ladi. Ishga boradigan kun bo'lib qolsa, 9:30 da ishxonaga berib bo'laman. Bir kunda 3 vaqt tamoq, bir vaqt tamoq yeyishga o'ttir hisob bilan 10 minut vaqt ketadi. Bu odatni hozirgacha davomlashtirib kelyapman. Tamoq yeb bo'lgandan keyin odatda 10 minut sayl qilib tamoq singdiraman. Buning salomatlikka foydasi bor. Men bir qism tantarbiya faoliyatlariga qatnashaman. Masalan, qart yelish. Buldur qishda qart yelolmadim. Chunki tunji qor yoqqan kunila putimni sundirib elib 3 oy chaqliq o'rindiqqa tushib qoldim. Dala saylisi. Haftada 2 qitim, 3 qitim suv uzgili boraman. Shunga salomatlikim xeyli yaxshi. Osonlikcha samirib ketmayman. Dunyo miqyosidan qaraganda men eng qoyil bo'lgan odamlarning biri Steven Kober. U bir kan ishtisining o'g'li bo'lib, rol elish va so'zlash jihatda boshqalardan ortiqchiligi yo'q. Lekin u tirishchanligi va yuzi qilinligiga tayinib kichik bir televiziya stansiyasining riyosatchisidan bir sakrabla Amerikadagi eng chong televiziya stansiyasi CBS, Kolumbiya radio shirkatining dangliq riyosatchisiga aylangan. Men Amerika sayohatiga mengishdan bir oy burun programma suratga elish maydoniga kirish biletini zakaz qilib qo'ygan edim. Davlatimizda ishlanayotgan ko'p qism universal san'at programmalarini suratga elib tarqatguncha kam deganda bir hafta vaqt ketadi. Ammo ular suratga elib bo'lib 4 soat ichida televizorda qo'yib bo'ldi ekan. Ulardagi xizmat salmoqining naqadar ig'irligi, xizmatchilar orasidagi moslashish va kasbchanlikning naqadar yuqorligi buningdan bilinibla turadi. Barliq so'z jumlalarni bir kun ichida tayyorlab bo'lishi, dushanbadan payshanbagacha adigan soat 7 da ishga kelishi, soat 8 da yig'in ichib, bir kun ichidagi barliq xabarlar ichidan 4-5 ni tanlab, 20-30 odam munosabatlik taqriz va yumorlarni yezib bo'lishi kerak ekan. Buningga Steven o'zimi qatnashadi ekan. Soat 12 dan keyin u muvofiq deb qarg'anlarni tanlab oladi ekan. Tushdan keyin soat 2 da girim qilishga boshlab, soat 5 da suratga oladi ekan. Uning utuqlari tasaddibiy qo'liga kelib qolgan emas. Talabchanlik ishonch elib keladi. Ishonch texmi ko'p narsalarni,
texmo keng doirani tizginlash doirangizga elib kiradi. Bundaq ishonch texmi ko'p erkinlik elib keladi. 4 yildan buyon soat 7dan burun turishni cheniqishni, kitob o'qishni, kundalik darslarni ovozga, singa elishni izchil davomlashtirib keldim. Sahar turganligim uchun boshqalarga selishtirganda 1-2 soat vaqtdan utalayman. Yaponiyadagi eng cho'ng beliq bozori Tokyo Suguji bozorida tushdan keyin soat 2dami dunyoning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilar ujrat turib ketadi. Men sahar turishga odatlangan bo'lg'achqa, tuna beliqining kim ortiq bozorga ulgurib berib, mazalik beliq taomlarga ig'iz tegatdim. Shveysariyadagi Oqbash Junfura cho'qqisining etikida sahar uyg'onib, jimjit bozor ko'chalarida yugurib mang'animda, texi ichilmagan do'konlarning aynak derazalaridan ichidagi go'zal manzarani tomosha qildim. Qahvaxona oldidan o'tganda, tushda kelib qahva ichishni ko'nglimga pukib qo'ydim. Ventsiyaning tumanliq sahari, kishilar to'ymasda San Marko maydoniga bordim. Jimjit maydonda kaptar baqqach, bulutlarni tomosha qildim. Chingdu mushk-iq bazasida eshikdan birinchi bo'lib kirganimda tatliq uxlab yotgan omaq mushk-iq kuchuklarga pichirladim. Shangang Victoria portida odamlar mig'ildab ketishdan burun dengizning sap hidini purab o'ltirib, so'g'uq sut choy bilan tuxum qo'rmisi yedim. Sahar turg'unim uchun farqli dunyoni va go'zal manzarlarni ko'ra oldim. O'z-o'ziga ziyoda qattiq talab qo'yib ketishning aks ta'siri bor. O'zingizni ziyoda cheklab qo'ysangiz, rahimsiz bo'lib qolasiz. Boshqalarga mayli, adablik muomala qilsangiz, ko'ngil bo'lib qo'ysangiz-la bo'ladi. Ammo yaqinlaringizga ko'ngil bo'ladiganligingizni bildirishingiz ta'sga to'xtaydi. Jabbaga hammani o'zingiz ko'tarishga ko'nib qolsangiz, tabiiy holda atrofingizdagilarni shundoq qilish kerak deb o'ylab qolasiz. Bundoq bo'lib qilish bak xatarlik. Yaqinlarim menga hol aytib, dard to'kib kelganda, ularga tasalli bermayman. Faqatla bir qancha savol so'rayman. Sababini o'zingdan izlab baqdingmi? Bo'lg'uluq bo'pti. Hal qilishning chorasi bormi? Men yordam qiladigan ishlar bormi? Xuddi mashina odamdek chiroyimda na xushalliqning, na qayg'uning alomatlari yo'q. Biroq ichimda yenib turgan bir yurak bor edi. Scott Peck ko'pincha odamlar mangmaydigan yo'l nomliq asrda mundaq yozadi. O'z-o'ziga talabchan bo'lish qiyinchilikni hal qilishning eng asosli quroli. Shundaqla azob oqibatlarni tugatishning eng asosli chorasi. O'zimga qattiq talab qo'yish natijasida hozirgi turmushimdan 90% qanoat his qilaman. Kam qolgan 10%ni ilgirki 90% qanoat tuyg'um yeb ketgan. Qanoat tuyg'usi ilgirlashning eng cho'ng dushmani. Ziyoda qanoat tuyg'usiga va rohatga petib qolgan odamning kurash qilish irodasi va o'zgartish orzusi bo'lmaydi. 8 soatni to'shqizib yashayotgan, ahamiyatsiz xizmat qilayotgan odammi turmushdan qanoat topa oladi. Ammo olg'a ilgirlashdan to'xtab qoladi. Kam qolgan 10% qanoatsizlik tuyg'usining texmi ko'p qanoat tuyg'usi elib kelishini umid qilaman. Vaqtni so'ying, vaqtmi sizni so'ysin. Baxtlik yashashning 84 ming xil imkoniyati bor. Ma'nisiz yashashga jasorat kerak emas. Ma'nilik yashashga jasorat kerak. G'oyasiz o'tgan kunlaringizga bahona izlamang. O'tayotgani o'zingizning umri. Gar qolmasa iz bilinmas yillar tevishi, o'chsa armon bilinmas hayot
julasi. Hayotingizda qancha xil imkoniyat bor? Biror kim sabablik hayotingizda o'zgarish bo'lib baqqanmi? Xiaoayning tonishtirishi orqali Ali haqida oz-to'la tushunchaga ega bo'ldim. Uning sinlarini ko'rib, uning tirishchanligi va bu orqali qo'lga keltirgan utuqlarini ko'pchilik bilan o'rtoqlashishning zarurligini his qildim. Agar fursat bo'lsa, biz uchaylan bir yerga kelib, hayot haqida paranglashaylik. Bo'lamdi? Bu Dabingning menga qilgan tunji gapi. 2014-yili 10-oyda Zhang Xiaoayning kitob o'qish chiyiga daxil bo'ldim. U Dabing bilan Lidiyani chaqirib, men uchun VCR ishlatkizdi. O'ylabmi baqmagan edim. Shuningdan 22 oy o'tgandan keyin Dabingning 3 qismliq trilogiyasining oxirgi qismi bo'ladi degan nom bilan nashrdan chiqdi. Bu kitobmi uning ilgirki 2 qismga o'xshash gaplardan tarkib topgan bo'lib, Dabingdan iborat bu ishonchsiz otaning yangidan topgan ishonchlik kenji qizi edi. Nurg'un dangliq odamlarni taniyman. Samimiylik jihatda Dabingni oldingi 3ning biri deyishga bo'ladi. Birlikda dala safariga chiqdik. U tamoq vaqtida yonimda o'tirib, bu qitim Shinjongga munosabatlik bir kitob yozaman. Cho'ng butliqliq Shixoni bilamsan, deb so'radi. Cho'ng butliqliq Shixo Shinjongning dangliq pivisi. Uning deyishicha, uning yozmoqchi bo'lgani Shixo pivisiga munosabatlik hikoya ekan. Menga avatib berdigan bo'ldi. Yozg'uchining teg'i e'lon qilinmagan qo'l yozmasini qimmatli go'har deyishga bo'ladi. Uning teg'i topshirilmagan originalni menga avatib bergani ingliz tili o'qituvchisining dars planini boshqa bir ingliz tili o'qituvchisiga kuldirgi artistning uzoq vaqtdan beri tayyorlagan teg'i sahnaga elib chiqmagan asrini boshqa bir kuldirgi artistiga berganiga o'xshaydi. Uning samimiyligiga qoyil bo'ldim. Bu xil ishonch, bu xil mardlik meni ta'sirlantirdi. O'qigancha tengirqab qoldim. Yangfin bilan Mashi, men Shinjonglik turib bundaq 2 odamning borligini bilmaydiganman-ku. Hikoya nihoyatda qiziqarli yozilgan edi. To'rga chiqib izlab baqsam, darvaqa shundaq 2 odam bor ekan. Bu hikoyalar bo'libmi Mashining hikoyalari Shinjong taratqularida tarqalgan ekan, bir qo'r ko'rib chiqibla uning aktiv energiyalik mazmunlarni yozadigan qaltis ssenarist ham rejissorligini bildim. Ammo Dabingning qalbida bayon qilindigani yeli yig'lab, yeli kulib, g'oya uchun kurash qilib yashayotgan 2 odam. Shinjongdan chiqib baqmagan ota. Bir altun qalam va arzu arman yo'lida jahonni aylanib, oxiri yana yurtiga qaytib kelgan, kurash qilishdan mangu voz kechmaydigan 2 odam edi. Tunish shahar, Urumchi va Oltoy. O'xshash hikoya, ammo farqli ta'sirot. Ta'sirlik hikoyalar Beijing, Shanxay, Guangzhouda bor deb kim deydi? Uning qalbida tasvirlangan Shinjongdagi hikoya men eng amroq to'xu qurdig'iga o'xshaydi. Texi yeb bo'lmay turibla azobliq tuyg'ularga boshlaydi. Bundaq o'xshagan mazlik taomga yana ig'iz tegish uchun uzoq saqlaydigan gap. Dabing ikkimiz tunji qitim 2016-yili 4-oyning 16-kuni Jungu yozuvchilar tizimidagi mukofotlash yig'inida uchrashdik. U bozorlik kitoblar turining oltin mukofotiga erishdi. Darvaqa u shuningga munosib edi. O'pcha rasmga tushadigan chaqda peshqadamlarga yo'l berishni unutmadi. O'zi chatda turib, eng yaxshi o'rinni boshqalarga o'tinib berdi. Bir qancha kundan keyin Sichuanda yana ko'rishdik.
u Yuminxong muallimning taklifi bilan Shindongfang g'oya safari temisidagi farovonlik faoliyatiga qatnashdi. Yordamchisi yo'q edi. Faoliyatning vaqti, kun tartibi, soat nechida, naga boradigan, nima ishlarni qildiganligini astoydillik bilan o'zi bevosita bir necha qitim muayyanlashtirdi. Nima sababdanligini bilmadim. Ammo mas'ul xodimlar uningga odatdagi bo'limning biletini zakaz qilib qo'yibdi. Boshqa odam bo'lsa xafa bo'lib kelmay qo'ygan bo'lar edi. Lekin u hech narsa demadi. Hech narsami talab qilmadi. Keyin Yuminxong muallim bu ishni bilib uning biletini alohida bo'limga almashtirg'izdi. U nihoyat chiqishqoq, kibrsiz odam ekan. Ko'pchilik bilan birga ichish uchun u alohida aroq olg'ach kepti. Dastlabda ko'pchilik toza erkin bo'la olmagan edi. U o'zi boshlamchilik bilan kayfiyatni yuqori ko'tardi. Aroq ta'sir qilishga boshlagan chaqda hammaylan ichilib yeyilib erkin ozoda parang'a tushib ketdi. Dabang dumboq chelib, naqsha etib, qilcha qetib olmadi. Menmo shu sababli hayotimda tunji qitim dikilmasiya ziyofatiga qatnashib, uningga agishib naqsha etdim. U nagili barsa shu yerlik do'stlari har tarafdan yetib keladi. Ular Dabangning qandashlik munosabati yo'q qarindoshlari. Do'stlikqa yarag'achqa do'stlari bor. 2015-yil yozda nashriyatning uqtirishini tuyuqsizlik topshirib oldim. Mening davlat tilida yozgan tunji kitobim 1 yilingizdagi 8760 soat basmaga yo'llanadigan bo'pti. Ko'pchilik "Menga sen davlat tilida kitob chiqarib baqmagan. Kitobingni birarsi tavsiya qilib bersin. Eng yaxshisi mushu sohada eng olqishlangan ta'sir kuchi bor yozuvchi bo'lsin" deyishdi. Xiaoay Dabang yozib bersin dedi. Ikkilandim. Bu sohada hech kimga to'sit qilib o'ltirmaydiganligini va hech kimga yordam qilish majburiyati yo'qligini bilatdim. Uning ustiga o'zining nom shuhrati bilan qiladigan bundaq yordamni oldirab so'rag'ili bo'lmaydi. Men aloqa qilib turayotgan dangliqlardan bir qanchisini izlab baqqan bo'lsam-mu, turli bahonalar bilan chiroyli rad qildi. U chaqda Dabang bilan ko'rishibmi baqmagan edim. Dabang Güzel Amerikan nomli kitobida birinchi kitobni nashrdan chiqarish oldida uchirgan zarbalar, rad qilishlar, ati javob beray deb qo'yib yo'qab ketishlar to'g'risida yozgan bayonlarni o'qigan edim. Yo'lga selib qo'yay desang, har tarafda yo'l ravon. Rostila yordam qilay desang, ati o'gin deyish na hojat. Kitobga ishlagan yarim yildan ko'proq vaqt ichida menmo shundaq jarayonni boshdan kechirdim. Mening kitob yozishimni sherikim Xiaoaydan boshqa hech kim qo'llamagan edi. Ular mening kitob yozib, g'alaba qila olishimga ishonmaydi. Hatto kitobimning nashr qilinishimi xeyli bir mezgil kechiktirildi. Yo'lga selib qo'yay desang, har tarafda yo'l ravon. Rostila yordam qilay desang, ati o'gin deyish na hojat. Kitobga ishlagan yarim yildan ko'proq vaqt ichida menmo shundaq jarayonni boshdan kechirdim. Mening kitob yozishimni sherikim Xiaoaydan boshqa hech kim qo'llamagan edi. Ular mening kitob yozib, g'alaba qila olishimga ishonmaydi. Hatto kitobimning nashr qilinishimi xeyli bir mezgil kechiktirildi. Xiaoay menga Dabang bilan tanishqili bir qancha yil bo'ldi. Faqat bir qancha qitimli ko'rishib baqqan. Uningga biror ishda yordam qila olmadim. Lekin menga ko'p qitim yordam qildi. Hech narsa talab qilibmi baqmadi, dedi. Yordam oq ko'ngillikdan, mehribon qalbdan chiqadi. Uzoq ikkilanishdan keyin qandoqli bo'lsa deb baqay degan xiyol bilan undidarda gap qildim.
dabing xo'shallik bilan ma'qul bo'ldi. Shunda qilib, bir yilingizdagi 8760 soatning muqovasida dabingning tavsiya so'zi bor bo'ldi. İmzalıq kitap setiş münasibati bilan mamlakatning eng shimolidan eng janubigacha, eng g'arbidan eng sharqigacha bordim. O'qirmanlar dabing tag'imiz tavsiya qilgan kitob bo'lsa, o'qib boqayli deb bas-basti kelishdi. Ba'zi umoq o'qirmanlar dabingning kitobini mo billa elib kelibdi. Men mo yuzimni qilin qilib, ular bilan birma-bir rasmga tushdim. Xiaomingga bordigan chaqda dabingning ko'lbasiga bordim. Lekin uni avara qilib qo'yishdan ansirab, faqat ayrilish oldida undidarda uchur avatib qo'ydim. Atsi dabingning shu yang qatorliq do'stlari uning topshirig'i bilan men imzoliq kitob setayotgan joyda tuyuqsiz paydo bo'ldi. Ular mo menga agishib, dumboq chelib, naqsha aytib, gitar chelib, o'qirmanlar bilan paranglashdi. Bütün meydan qaynab ketdi. Bu ağindarchilikni ko'nglimga pukib qo'ydim. U qahraton qish faslida illiq bahorning hikoyasini yozdi. U bir yalang oyoq jahon kezguchi, yozg'uchi, riyosatchi, xalq naqshchisi, yo'lovchi, kasbga hurmat qilmaydigan sharob tangshiguchi. U salohiyat chegarasini buzib tashlagan sargardon jahon kezguchi. Yuksaklikka yetgan iqtidorga tayinib, erkinlik huquqiga sahib bo'lguchi. Oddiy odamlar kech-kunduz qo'g'lashayotgan nom-manfaatga 30 yoshga kirmasda ega bo'lib, shuningdek keyingi hayotining ixtiyor tizginini o'z qo'liga olgan. U menga inglizchadagi jazibdor odam degan so'zni eslatadi. Odatda ozroqli nomi chiqqan odamlarga bu qalpoq kiydiriladi. Ammo dabingning jazibdorligi hamma tarafda tang yetishgan. Uning bilan uchrashgan odam tunji qitim ko'rishgan taqdirdami, turmushning turli g'am-g'ussalarini, murakkabligini, zerikishlik mas'uliyatlarini unutib, ajoyib ma'nilik bir dunyoga kirib qoladi. Yangi shaylar bilan tanishqisi keladi. Dunyoning ko'p xilligini, baxtlik yashashning 84 ming xil imkoniyatini his qilishga boshlaydi. Munosabat iqtidori darajadan tashqari kuchlik odam bo'lish sifati bilan uning xarakteri farqliq, kechirmishlari o'zgacha edi. Ammo bu uning alohida xos mazmunlarni ijod qilish iqtidori, atrofdagilardan kuch qabul qilish mahorati yuqorligidan, shundaqla vujudida illiqlik kam bo'lmaydigan xarakteridan derak beradi. U yordam qilib nomini chiqargan Beijing teatr sahnasida chaqnatgan naqshchilarning soni 100 dan oshadi. 8 soat muqim xizmatchi bo'lgan taqdirdami jahonga iz silib o'tkili bo'ladi. U cheksiz erkin, shundaqla qattiq talabchan. Yarim kechada aeroportga yuguraydi. Kunduzi bevosita tarqitish programmasiga riyosatchilik qiladi. Sahar vaqtini ching tutib, mehmonxonada maqola tayyorlaydi. Boshqalar qizg'in parangga tushgan chaqda yaxshi jumlalarni va ilhom ta'sirotlarini xotirlab oladi. Yuksak erkinlik, yuksak talabchanlikdan keladi. O'tgan kunlarni yozganda bir jafoni 10 qilib yozadiganlar jiq. Ammo dabing jafolarni so'zlamaydi. Faqat bulamdi, bo'ludining xotima qismida onda-sonda uchratqili bo'ladi. Boshqalar bir qacha tomoqni beshiga kiydirib qo'ygandimi, qo'l yondirmaydi. Putunxoying to'g'ri emaskan deb mazoq qilganda gap yondirmaydi. Boshqalar sozlarni tepib, shalisini yuziga chachiratganda nomusdan o'lib qolmaydi. U 10 yil vaqt sarf qilib bosh mudir bo'ldi. Shaxsiy rasm ko'rgazmasi o'tkazdi. Ota-onasiga dacha ilib berdi. Mangulik ko'lbasi va o'ziga xos jahondorchilik yo'li bor bo'ldi.
O'ziga tayanib kurash qilayotgan har qanday odamning turmushda turli qiyinchiliklarga yo'liqadigan chog'lari bo'ladi. Muhimi shuki, quruq qo'l ish boshlagan siz o'zingizga izchil qattiq talab qo'yib, texmi buyuk armonlar uchun kurash qilishga jur'at qila olamsiz yo'q. Ta'tilga chiqib ketib, birdam orom elib qo'yib, shalinib ketib qolishdan qo'rqamiz. Birla xil turmush ichida mashina odamdek yashaymiz. Go'yo o'lchamlik javobini yezib qo'ya olsak, atalmish muqim xizmatimiz bo'lsa, jamiyatda aniq bir salohiyatimiz bo'lsa, turmushimiz xotirjam o'tadi. Qochqudak yerimiz, qechib ketish o'yimizmi yo'q. Bir putliq o'rindiq qandoqmi ko'kda parvoz qila olasin. Dabangning bu o'xshatishni yoqtiraman. Kim sizni bir umr oddiy bir burmimiq bo'lib o'tib ketishi kerak deydi? Gayki bo'lsak bo'lmamdikan, atvirki bo'lsak bo'lmamdikan. Qilibdan chiqib ketmay yashagan, qoida prinsiplardan halqiyolmagan odamlarning ko'p qismi oxiri o'lib ketdi. Ma'nisiz yashashga jasorat kerak emas. Ma'nilik yashashga jasorat kerak. G'oyasiz o'tgan kunlaringizga bahona izlamang. O'tayotgani o'zingizning umri. Gar qolmasa o'z bilinmas yillar tevisi, o'ssa armon yelinjimas hayot julasi. Yomonlikqa badal ketmaydi. Kang qo'rsoq bo'lishga badal ketadi. Azroqli zarbaga uchirsa, cheksiz azoblanib, insonning tabiatini mutlaqlashtirib o'tish amaliyotga ancha uyg'un kelmaydi. Dunyoga bir navbat keldik. Ko'tarilayotgan quyoshga qarab yashamoq lozim. Hamma ish o'tib ketadi. Ammo e'tiboringizga arzigudek odam va ishlar uncha ko'p emas. Boshqacha aytganda, dunyoning ishlariga texmi kang qo'rsoq pozitsiyada bo'ling. Bola vaqtlarimda shu jidyanning naqshlariga amroq edim. Sadoqatman qor nomliq naqshini anglag'ach o'ltirib, fizika savollarini ishlaydim. Nemishqikin u xuddi dunyodan g'oyib bo'lgandekla san'at sohasida qayta ko'rinmadi. U hozir qayta nom chiqardi. Qaysi kanalni iching, qaysi programmani qo'ying, uni ko'rasiz. Sadoqatman qor sahnada qayta yangrag'an chog'da kishilar dastlabda xo'sh tabassum bilan anglaydi. Orqadan ko'zlar namdilindi. Shu jityanning 10 yilni va shu yillardagi o'zlarini eslab qoladi. Hammamizning bir yerga qapsilib qilib, hech ishni qila olmaydigan chog'lar bo'lgan. Ata nima ish bo'lganligini bilmaysiz. Umidsiz kunlaringiz mangu oxirlashmas kutish, xiralik ichida. Hatto oldinish va qoqti-so'qti qilinish ichida o'tadi. Har bir kuningizni kulib o'tkazib, o'zingiz va yaqinlaringiz uchun obdan yashamoqchi bo'lasiz. Ammo qorong'ulik soyidek agib yuriydi. Qalbingizdagi odamdan ayrilib qoldingiz. Barligingizni bersingizmi, ketish niyatiga kelgan odamni tutib qola olmadingiz. O'chgan o'tni qayta yondira olmadingiz. Go'yo siz butun dunyoyingizni yo'qotgandek. Na muhabbat, na xizmat yo'q. Eng ichinishli shuki, balkim siz bularni azaldan bag'ashlab ko'rmagandek tuyg'uda bo'lib qolasiz. U ashu yillardagi bir avlod kishilarning qalbidagi cho'lpon edi. Boshqa san'atkorlar uchqandek ilgirlashga boshlagan chog'da u shirkatning sababidan sabtin tushib qoldi. Terikchilik uchun, shundaqla san'at g'oyasi uchun oshbuzul ochdi, pulni topdi. Anga oldirish, o'rin tanlash, turli o'rinlarning tekshirib tasdiqlashidan o'tish, odam ishlatish, ijro qilish,
xodim to'xtamaslik, xaridorlarning putaqchiligi, ish qilib uning qandaq jabbalarni tortganligini, qanchalik tajriba savoqlarni to'plaganligini hech kim bilmaydi. San'atchi vaqtingizda faqat o'zingiz bo'lib tursingizlar, kelishgan bo'lsangiz, kelishgan peti. Qamlashgan bo'lsangiz, qamlashgan peti turib bersingizlar bo'ldi. Ammo egilik tiklash yo'liga ot solg'uchi o'zi bo'lolmay qoladi. Boshqalar uning o'tmishini tilga olgan chaqda u bir necha ig'iz chaqchaq qilib qo'ydi. Go'yo unutilgan tushni asga elib qo'yayotgandek. Ammo shu 10 yilni, 87.600 soatni, 5.256.000 minutni qandaq o'tkizgani bir o'ziga ayon. U hatto ochiqlansimi bo'lmaydi. Chunki shundoq bir safsati bor. Yurgingizni zidi qilgan odamlarga rahmat ayting. Chunki ular sizning kuchayishingizga turtki bo'lgan. Utuq qozongandan keyin hisoblashib o'ltirsangiz, ichtar, salobitini saqlay olmagan hisoblanasiz. Utuq qozonmasda talishib o'ltirsangiz, vaysigan, pasiblik qilgan hisoblanasiz. Ya konkret birər adamdan ağırınğılı bo'lmaydi. Chunki ular shirkat va idoraning nomiga o'rnab olgan. Shunda qilib qabihlik shirkatning qilmishiga, qabih odamlarmo amalsiz shunda qilganlarga aylanib qoladi. Siz nom chiqarganda sizning uzun yillik do'stingizga sizni burunli bayqab, hamon natija qozonganligingizni burunli bilib, sizni muvaffaqiyat yo'liga ittirgan odam siyoqida paydo bo'ladi. Va bu orqali nabga erishmoqchi, yana sizdan foydalanmoqchi bo'ladi. Darvaqa, oshkora so'rovlarda nomi tilga ilindigini Ahmad yoki Samad emas, palonchi shirkat bo'ladi. U kechirmaslikka haqli edi. Aman qolg'uchilarning eg'ib ketishi odamda aman xato tuyg'u paydo qilib qo'ydi. Jabbo mushaqqat qahramonni tavlab chiqdi deyishidi. Undaqda mushkulat ichida tunjiqib o'lgan 99% mag'lub bo'lg'uchilarchu. Ularning umidsizlik ichidagi azobli tuyg'ularni tomosha ko'rgichilar hargiz his qila olmaydi. Ularning ing'urg'idek majolimi qolmagan. Undaq fursatmi berilmaydi. Mangu berilmaydi. Tang yo'lga chiqqanlar uzab ketdi. Parvosiz yashash usuli uni ma'naviy yuksaklikka yetkazdi. Shu için hayot yo'liga qadam qo'yib, rahimsiz bu dunyoda bir parcha harorat bo'lib yashadi. Hayotga mangu kulimsirab qaradi. Turmushdimi, sahnadimi rahimsizlarcha kulaman. Men doim ba'zi g'alita, ahmoqona ishlarni qilib qarindoshlarimni, sherikimni jilli qilib o'taman. Ular menga ich og'ritib ketadi. Buzg'an ishimni o'ngshashga terishidi. İnsan tabiatining qorong'u taraflarini ko'rmadim emas, ko'rdim. Lekin yanala ishonishni tanladim. Bu dunyoning yomonliklariga parvosiz qaraganim emas. Darvaqa, ba'zi yomon odamlar bor. Umu inson tabiatining bir qismi. Ammo har qancha eski odam bo'lgan taqdirdami, ularning yashayotgan muhitini tushunsangiz, ularga ichingiz og'riydi, ichinisiz. Kechadagi ilgirlashni yozgan Higashino Kigo mundaq deydi. Men izchil inson tabiatini ajoyib go'zal deb qarayman. Faqat mutlaq ko'p hollarda odam amalsizlikdan qilg'isi yo'q ishlarni qilib qoladi. Ehtimol ularning qilg'ini xato. Ammo buninglik bilanla inson tabiatini yomonlik deb yakunlab olsak to'g'ri bo'lmaydi. 2014-yili bahorda darajadan tashqari notiq sahnasida otamning hikoyasini so'zladim. Lekin ko'zimdan yosh chiqarmadim. Programma yetakchisi Jinjianbin ko'z chanoqlarimda yosh lig'irlab qolganligini ko'ribdi.
Uningdan burun ommaviy sorunda otamning ishini tilga ilib boqmagan edim. 2014-yili kuzda Shandong Dasho'ga leksiya so'zligiga bordim. Riyosatchi mushu temani tartib chiqqanda men bostirib qo'ydim. Bu temaning leksiyaga jon berdiganligini bilaman. Ammo bu haqda so'zligim yo'q. U shu qitimliq leksiyaning to'liq tekstini yodlab berganda nurg'un odamning ko'zi namlandi. Men yanada yig'lay olmadim. Shu chog'da men muhabbat, nafrat, hayot, mamat haqida o'yladim. Hayot, mamat oldida boshqa ishlar nima edi? Muhabbat muqaddas. Bu so'zni nihoyat oz ishlatdiman. Nafrat shu qadar kuchli bo'lganki, unutmoq shu qadar tasga to'xtagan edi. Bir odamning hayotligi 20 yoshlar chamisidagi ikki odamdan kelgan qaramliqning qurboni bo'lib ketdi. Bir oila 50 yoshga kirmagan bir odamning hayoti shundaqla nobud bo'ldi. Otam yaxshi odam edi. Boshqalarga yaxshilik qilayotganda boshqalarning nodonligi va shaxsiyatchiligi uning jiniga zomin bo'ldi. Taqdirning chaqchig'i naqadar achchiq. Uni eng oxirgi qitim 2011-yili 2-oyning 6-kuni u meni Beyjingga uzatib chiqqanda ko'rgan edim. Aydirumdagi men bir qayrilib qaramayli ketdim. Bir ig'iz xo'sh demagan edim. Shu biti uni qayta ko'rolmadim. Kichikimda otam menga qattiq talab qo'yatdi. Bir qitim kapsizlik qilganim uchun meni qattiq urgan edi. Toki og'riqni sezmas bo'lib qolg'icha urgan edi. Otamning qattiq qo'lligi qalbimda isyonkor bir ruhni uyg'otdi. Nopozga qarshi turadigan bo'ldim. Eng yaqin odamdan yegan tayoq tanga emas, yurakka tegadi. Cho'ng bo'lgandan keyin nurg'un ishlarda ko'z qarashimiz o'xshashmaydi. Doim so'qishib qolatdik. So'qishgandimi qattiq so'qishatdik. Shunga jiq gaplashmaydik. Jahon ko'r, odam bo'lasan, deydi otam. Deydim. İçimdə jahon ko'rgili chiqib ketsam, sening ko'zingdanmi yiroq bo'laman. Menmi qutuldaşlaringdan, putoq tepishlaringdan qutulib qolaman, deydim. Hayotimda uning yo'qligini, xo'sh dey desam, uzutib chiqolmaydiganligini, hatto so'qishay desammi, yenimda yo'qligini bilganimda g'iriblik bosatdi. Bahayvat yashagan bilan tuyuqsiz ketib qoladi ekan. Ömür uzun bo'lgan bilan eng amaroq kishimiz hamon o'lib ketadi ekan. Uningga seni yaxshi ko'raman, seni so'yman ota dey desammi, fursat yo'q. O'ch bo'lish birdamlikli ish. Ma'lum bir kinoda mundaq bir jumla so'zni anglagan edim. O'ch elish yo'l emas, o'rmonlikqa o'xshaydi. O'rmonlikda ezib qolgan odam nadin kelganligini unutib qoladi. Kecha uxlay olmadim. Otam ketgan joydami mashinalar mengib yuramdigandi deganlarni o'yladim. Vaqa tug'dirgan ikki odam g'arq mas ekan. Biri qattiq yiqilib, o'murlik palach bo'lib qoldi. Yana birining puti sundi. Ig'ir qatnash vaqasi tug'dirganligi uchun necha yil kesildi. O'ch bo'lganning nima foydasi? Boshlang'ichni butkizibla ishlamchilik yo'liga mengibdi. Obdan tarbiyalanmagan bo'lg'achqa o'zining va boshqalarning hayotini o'yin qatorida ko'ribdi. Ularga emas, ularning qilgan ishiga nafratlanaman. Ammo ichimdagi o'ch adovatni yuyivatmagicha kunlarim g'ashlik ichida o'tadi ekan. Shuningdan keyingi bir qancha yil ichida bir qism aldamchilarga yo'liqdim. Boshqalar meni ko'ngli ko'ksi kang, apuchan deyishidi.
Amaliyotda men boshqa taraflardan texmi ko'proq erishishni bilaman. Ularda va'dasida turish ruhi bo'lmasa, ular bilan ortiq hamkorlashmayman. Aylanib o'tib ketgili zodi bo'lmasa, undaq odamlarga vaqt isrof qilishdan imkon qadar saqlanaman. Yomonlikqa yaxshilik qilish deb ketgili bo'lmaydi. Korim bo'lmaydi xolos. Men ularni azaldan haqiqiy yomon odamlar deb qaramadim. Faqat ular o'zlarining nuqtasida turib, shundoq qilishga ehtiyojim bor deb qaragan. Men Unumdor kishilarning 7 odati nomli kitobda aytilgan o'rtaq foydaga ishonaman. Shunga ular bilan yana hamkorlashishim mumkin. Aldamchilikning o'zi bir xil ahmoqlik. Ko'z oldidagi kichikgina foydani ko'zlaganlik. Burunning uchini ko'radigan odamlar bilan talashib o'tirganning foydasi yo'q. Shundoq qilaversa, ularmi uzoqqa bormaydi. Hisoblashib o'tirmaslikning sababi shuki, turmushda ahamiyatli ishlar texmi ko'p. Ko'ngilsiz ishlarga vaqt isrof qilib, o'zimizni ushpiratgandan qilishimizga arziydigan ishlarni qilgan tuzuk. Vaqt saqlab turmaydi. Uni go'zal ishlarga ishlatgulik. Mening bir do'stim to'liq kursni bitkizgandan keyin o'qituvchisi uni aspirantlikda o'qishga qoyil qilibdi. U qiz to'liq kursni a'lo natija bilan bitkizgan edi. Maqolani alohida yaxshi yozatdi. Shunga muallim uning ilmiy ishlar bilan shug'ullanishini, yuqori o'rlab o'qishini umid qilatdi. İmtihonga bir oy qolgan chaqda uningga izchil ko'yinib kelgan muallim dars takror qilib berish uchun uni uyiga chaqiribdi. Ular uyiga kirgandan keyin muallim uning qo'lini tutib, "Bu yil menga faqat bir son bor. Sizning natijangiz yaxshi. Maqolani yaxshi yozgan bo'lsingizmi, imtihon beradiganlar ko'p. Lekin oxirgi qarorni yanala men chiqarman. Bu sonni qo'lga keltirish uchun har qanday badal to'lashga rozi bo'lamsiz?" deb so'rabdi. To'g'ri, u muallim. U bir sekund gangirab qilib, muallimning nima demoqchi bo'lganligini tushunibdi. Agar rad qilsa, necha oylik tirishchanligi bekor ketganini oz deb, xizmat tepishning yaxshi fursatini qo'ldan berib qo'ygan bo'ladi. Chunki yaxshi o'rinlar odam elishni qishda oxirlashtiradi. U yana bir sekund turib ketgandan keyin, "Rahmat muallim, maqsadingizni tushundim. To'g'ri deysiz. Men aspirantlikda o'qishga mos kelmayman. Bo'libmi, sizga o'xshash odamning qo'lida o'qishga hargiz mos kelmayman" debdi. Buning natijasini faraz qilish tas emas. Shuning bilan u yo'nalishni o'zgartib, xizmat izladi. Bir qancha yildan keyin oz to'la natijani qozondi. U aslida texmi yaxshi turmushga erisha oldi. Qo'ldan berib qo'ygan fursat va isrof bo'lib ketgan vaqtning dardini bir o'zi biladi. U nomusni bilgani uchun bu ishni boshqalarga deb yurmagan edi. Lekin yiliqi muallim qo'rqqan avval mush ko'tarar degandek, uningga har xil badnomlarni chopladi. Aramizda ishonch turg'izilgandan keyin u menga bu ishlarni deb berdi. Men uni mangu kechirmayman deb o'ylagan edim. Ammo bir kuni mashina haydab maktab oldidan o'tib ketayotganda uning darvozadan chiqib ketayotganligini ko'rdim. Qarasam, chochlari oqaribdi. Yo'ldan putini so'rab, aron mengib maktab hovlisiga kirib ketdi. Endi uning davri oxirlashdi. Mening saltantim amdili boshlandi. Ko'pincha odamlar ko'pincha vaqtlarda kechirmaslikni tanlaydi. Dunyoda uchini ilib olish, ochiqini chiqarib olishdanmi oson ish bo'lmasa kerak. Jamiyatda yavoyi odamlar nihoyat ko'p. Mashina yondigan odamni tillaydi. Ba'zi erlar ayolini uradi. Liftda tamaki chekma degan odammo tayoq yeydi. Gap talashib qolgandimi mush ko'tirib chiqadi. Urug' tuqqan bo'lgan taqdirdami bir-biridan ranjib qoladigan, tillashadigan, yomonlashadigan ishlar bo'lib turadi. Boshqalarga
azor berganimizda o'zimizmi azor yeymiz. Unutib ketmasanglar, hamon bir sado chiqidi deydigan gaplar bor. Bu yaxshi ishlarga qaratilgan gap. Yana azroq tarsonliqqa yotadi. Kichkimizda ko'radigan mushtlashish kinolaridagi hamma odamning bir-birida uchi bo'ladi. Birining otasining qisosini olish uchun, yana birining xotinini tortib olgan odamni o'ldirish uchun bir-birini qo'g'lab, urushib yuradi. Butun umrda biror kunimi xotirjam yashab boqmaydi. Hatto necha avlod o'ch elish uchun yashaydi. Beshimdan nurg'un ishlar o'tgandan keyin turmushimning texmi go'zal bo'lishini orzu qilgan bo'ldim. Doim uchrab turgan yaxshi niyatli kishilarning qo'llashi, yordami bo'lmagan bo'lsa, bu yo'lda yolg'iz kurash qilib bugunga kelishim notayin edi. Qalbimda minnatdorlik tuyg'usi bo'lg'achqa, texmi ko'p yoshlarga yordam qilish orqali menga yordam qilganlarga javob qaytarishni, bizgacha davomlashib kelgan yaxshilik qilish va olg'a besish ruhini davomlashtirishni o'ylayman. Azroqli zarbaga uchirsa, cheksiz azoblanib, inson tabiatini mutlaqlashtirib o'tish amaliyotga ancha uyg'un kelmaydi. Dunyoga bir navbat keldik. Ko'tarilayotgan quyoshga qarab yashamoq lozim. Hamma ish o'tib ketadi. Ammo e'tiboringizga arzigudek odam va ishlar uncha ko'p emas. Boshqacha aytganda, dunyoning ishlariga texmo keng qo'rsoq pozitsiya tuting. Yana 5 yil, 10 yildan keyinchi. Zamonning chaqi to'xtamaydi. Biz uchratgan odamlar, biz ko'rgan ishlar o'zgarib tursa-mu, ishonamanki, inson tabiatidagi yaxshilik, oq ko'ngillik mangu o'zgarib ketmaydi. Ahmoqning do'sti ahmoq emasmi? Odam bo'lishda, ish qilishda voz kechalaydigan, yo'q deyalaydigan, tashlayalaydigan bo'lish kerak. Hamoqat odamlar atrofingizda yursa, erkinlik, ozodlik nada turibdi? Men o'zimdagi narsalar bilan ko'nglim to'q yursam deyman. Kunda hamoqat odamga yuzlanib tursangiz, xushal bo'la olamsiz. Mening asosliq kasbim ingliz tili o'qituvchisi. Bir qitimliq darsda o'quvchilarning so'zliklarni asli saqlashiga yordami bo'lsin deb 6 odamni bir guruh qilib, o'zlari xohlagan kinoning ma'lum ko'rinishini o'rlab beqishga o'rinlashtirdim. Rol elish jarayonida bir guruhda masala ko'rildi. Ularning tanlig'ini komediyalik film bo'lib, orasida odatda jimg'ur bir o'quvchi bor edi. Bu o'quvchi faqatli qamlashtira olmay, hammalarni jiyli qilib qo'ydi. Shuning bilan ular biz bundaq 4 odam bilan bir guruh bo'lmaymiz. Bizga boshqa odam qo'shib bering deb shikoyat qilishga boshladi. Lekin mening bilishimcha, ular 4 degan iliqi o'quvchi o'ginishda nihoyatda tirishchan bo'lib, natijasimi oldingi qatorda turadi. O'zi ichmizaz bola bo'lg'achqa, odatda o'qituvchilarga jiq gap qilmaydi. Saboqdoshlar bilan bak olishib ketmaydi. O'zini namoyon qilishga mahir bo'lmag'ini, uning to'tlikini bildirmaydi-da. Men ularga mundaq dedim. Bu o'quvchining mijozi jimg'ur ekan. Jiq gap qilmaydi ekan. Sizlar uningga nihoyatda sho'x bir personajning rolini berib qo'yibsizlar-ku. Bu uni tayyorda qistig'anlik emasmi? Yana kelib, u mislarni umidsizlantirib qo'ymaslik uchun rolni yaxshi olaman deb jiddiylashib ketib, texmi qamlashtirib olmay qoldi. Agar amaliy ahvolni ko'z tutib, uningga yavash bir odamning rolini bersanglar, meningcha sizlarning guruhga cho'qim g'alaba qila oladi. Inchika o'ylab baxsam, ma'lum ma'nodan aytganda, menmi bir 4 odam ekanman.
inson tabiatining yaxshilik ekanligiga ishongachga doim aldanib qolaman. Ommaviy farovonlik deb qo'ysala, qanchalik badal to'lashimga qaramay o'rindayman. Do'stlarim, ziyon tarsangmi koring yo'q ekan, surishti qilmaydi ekansan deydi. Lekin ko'p hollarda men ziyon tortdim deb o'ylamayman. Xo'shal yashayman. Men faqat do'stlarimga 100 kila alisam bo'ldi. Xizmatni imkon qadar yaxshi ishlasam bo'ldi deb qarayman. Ko'p yillar ilgari men bilan o'xshash ishni qilayotgan bir odam bor edi. Daping u chaqda televiziya riyosatchiligi sohasiga yengil kirgan. U ishlayotgan programmada Dabing asosliq personaj. Daping uning yordamchilarining biri edi. Kasbga yangi kirgan bo'lg'achqa gap qistira olmay shalinib ketish xavfiga duch kelgan, gapga usti bo'lmagan bilan ko'pchilikni qo'zg'atishga mahir edi. Ajoyib qiziqchiliklarni qilib yuratdi. Daping daftardan birini ko'tarib olib, boshqa riyosatchilarning qoltis gaplarini yezib olib, do'rab o'gandi. U mana shundoq do'tlarcha usulda kasbda xoslik yaratdi. Hozirgi Daping qatlimi palvon, o'zgacha paranglar qatorliq dangliq programmalarda aziz mehmonlar qatorida o'ltirdi. Xarakteringizga tushadigan ishda oddiy, yopirmoq bo'lsingizmi hisob. Bir programmaga vakillik qila oladigan obrazmi, parasat nuqtasimi, kulki nuqtasimi bo'lishi kerak. Men o'ylayman, o'zining galvonligi bilan ko'pchilikka xo'shallik elib kelishning o'zimi bir xil g'alba. Men o'zimni tubtuz odamlarga vakolatan gap qilyapman deyolmayman. Men faqat menga o'xshash so'zligisi bor, so'zlashni xohlaydigan, terishib so'zlaydigan odamlarga bir sahna borligini isbotlamoqchi xolos. Do'tlikning doirasini aniq bekitgili bo'lmaydi. Kishilar bir odamga do't deb baho berganda ko'pincha nihoyatda tor doiradan ko'zatgan. Bu so'zning tor ma'nosini ishlatgan bo'ladi. Odatda bir odamning do'tligi u odamning shu sohadagi ish harakati va inkosining nisbatan ostiligini ko'rsatadi. Ammo u odam boshqa bir sohada nihoyatda usta bo'lishi mumkin. Ko'pincha hollarda odam dal shu xil ustunligi sababli tirishchanligini, chidamchanligini yo'qotib qo'yadi. Agar muayyan vaqt sarf qilishga to'g'ri keladigan chidamchanlik talab qilinsa, uning eliqi ustunligi asqatmay qoladi. Talash tartish qiladigan ish bo'lsa, men yordam qila olmayman. Boshqa ishlarda yordam kerak bo'lsa, qo'limdan keladi. Masalan, ingliz tili o'rganmoqchi bo'lsangiz, meni izlang. Men maxsus TOEFL ingliz tili o'qitaman. Men dars bergan o'quvchilar hozir Harvard, Yale, Stanford dasturlarida o'qiyotdi. Şinjanға sayohatga bormoqchi bo'lsangiz, meni izlang. Jug'rofiyadan ancha savodi yo'q do'stlarning nazaridagi men Ko'kxotda yashayotgan Uyg'ur bo'lish supatim bilan ot choptirish, o'qiya etish, taqqa chiqish degandek ishlarning hammani qila olmayman. Gez kelganda qo'lingizdagi nayza, qalqon bo'la olmayman. Navoda talash tartish qilmaydigan debla men bilan do'st bo'lishdan voz kechsangiz, u holda sizni ahmoq deyman. Men samimiylikda ching turib kelgan odam. Atrofimda men uchun jon pido qila oladigan nurg'un do'stlarim bor. Menmo qo'limdan kelishicha ularga yordam qilaman. Dunyoda har xil odamlar bor. Menmo qo'limdan kelishicha ularga yordam qilaman. Dunyoda har xil odamlar borligini bilaman. Men bek kalla ishlatib ketishni xohlamayman. Faqat boshqalarga to'g'ri muomala qilishni bilaman. Boshqalar galvon deb qilishimi mumkin. Ammo o'zimga tushliq, o'zgarmas qimmat qarashim bor. Do't odamlarga yo'liqib boqmay turib, hayot to'g'risida chiqib qilma. Sen nimanchi do't? Oldingda ko'rinib turgan o'rakka dasabsan. Buni qilsang bak ziyon tortib ketamiz. Buni bilamsan. Agar boshqalar bakchiq pul elib olish uchunla shunday ishlarni qilgan bo'lsa, bo'pti.
hojatman bo'lib qolgan o'xshaydi. Yaxshilik qilganimiz bo'lib qolsin. Sen dutmiya, xayriyat ishlarini odamga qarab qiladi. Xafa bo'lma. Rostli ziyon tortgan bo'lsang, ko'proq dars o'tib, o'rnini to'ldirib beray. Xizmatdagi hamrohim ikkimizning orasidagi paranglar asosan mushundoq bo'ladi. U doim mening ahmoqligimdan xafa bo'lib, qon qusqudek bo'lib ketadi. Men bilaman. Uning xafa bo'layotgani mening do'tligim emas, balki mening turmushni, xizmatimni texmo jabboliq, uxlaydigan vaqtimni 5 soatga yetmaydigan qilib qo'yayotgan narsa. Turmushda cho'chakning bo'lishi muqarrar. U xuddi baxtga o'xshash ehtimolligi to'van bo'lgan hodisa. Haqiqiy to'g'ri tanlash ehtimol döt ko'ringan tashqi qiyofat ostidagi yo'shurun iqtidorni bayqash va yana ishinish. Qarmoqqa galvonliqdek ko'rinadigan ishlarim bo'lsa-mu, yanala terishib, qaltis yashay olmayman. Amaliyotda nurg'un odamlar yerim döt. Ma'lum bir sohada dötdek ko'ringan odam boshqa bir sohaning sarxillaridan bo'lishi mumkin. Ma'lum bir sohada kalampay ko'ringan odam yana bir sohada olqishlanishi mumkin. Har sohaning xo'jasi boshqa. O'zingizning mahallasida bak gidib ketmang. Boshqalarning mahallasida bak shumshib ketmang. O'zingizni ko'klaydigan yerga tiking. Yerim döt odam bo'lgan ekan, tabiiyki butun döt odami bor. Kishilar so'raydi. Haqiqiy döt odamga uchrab qolsak qanday qilamiz? Julian nihoyat to'g'ri aytgan. Yolg'on uxlab olgan odamni mengu uyg'ota olmaysan. U uyg'ong'usi kelganda o'zi uyg'onadi. Döt odam oldida hamma odam barobar. Döt odamda atrofdagilarni pastga tortadigan bir xil kuch bor. Mening bir do'stim yeziqchilik qilib etib, yordamchisini e'lon qilingan bir qism asarlarning elektronlik nusxasini vaqt tartibi bo'yicha xotirlab chiqishga buyuribdi. Bu amaliyotda ko'chirib chaplaydigan oddiy ish bo'lib, mahorat talab qilmaydigan, faqat vaqt bilan savrchanlik ketadigan xizmat edi. U yordamchisiga tahrirlash, bat yasash, hatto chislarni eskartish hojatsiz. Faqat ko'chirib elib chaplab qo'ysanglar bo'ldi. Cho'qim 3 kun ichida tugatgan deb alohida topilibdi. Normal ish surati bo'yicha hisoblaganda amaliyotda 8 soatla tugaydigan ish. Lekin 3 kundan keyin yordamchisidan sado chiqmabdi. So'rasa, qayta bat yasab, chiroyli tizyapman. Lozim bo'lib qolamdikan deb. Boshqa maqolalarni yig'ib qo'shdim. Shunga endi yerim bo'ldi, debdi. Bundaq misollar nihoyat ko'p. Bundaq mazmunni pat-pat uchirtib qolaman. Boshliq A bilan B ni bozorga berib xonga elib kelishga buyurdi. A xonga elib keladi. B xonga elib qolmay, xonganing yaqinqi bir necha kunlik bahosini va yaqin atrofdagi xonga savdogarlarning uchurini to'plab keladi. Shuning bilan boshliq B ni o'stirdi. B shuningdan e'tiboran to'xtamay o'sib CEO bo'lib ketadi. Chiroyli xotin oladi, muvaffaqiyatning yuksak pallasiga chiqadi. Ammo reallik shuki, shirkat qisqa vaqt ichida xongaga ega bo'lsa, bozorda put terib turish fursatini qo'lga keltira oladi. Lekin bilarmanlik qilib, xongani darhol elib kelmagachga, shirkat vaqtdan ushtirib qo'ydi. Raqobatda yengilib qoladi. Bunaq mazmunni ko'p o'qib ketgan döt odamlar o'zicha ishni mukammal qildim deb vazifani vaqtida tugatalmaganning ustiga qushqunga o'ltirib qo'yadi. Agar ma'lum bir xil mukammal pozitsiya bor deb qarasak, u cho'qim har qanday odamning mag'rurlanib ketadigan chog'lari bo'ladi. Har qanday odamning o'rganishimizga arziydigan, qadrlashga arziydigan bir yorqin nuqtasi bor bo'ladi deb qarash bo'lishi mumkin. Dunyodagi hamoqatlarning har xilligini hargiz salchoqlab qolmang. Ba'zi odamlar haqiqatan hech narsani boshqa elib chiqa olmaydi. Nimani qilsa qamlashtira olmaydi.
ko'ngli yaxshi bo'lsa-mu mayli edi. Ammo kishiga passiv ta'sir ko'rsatib turadi. Uxlaydigan, tamoq yeydigan, xizmat qiladigan, o'zimizni tuzashtiradigan vaqtni chiqarib etganda do'stlarga sarf qiladigan hech qancha vaqtimiz qolmaydi. Cheklik vaqtimizdan foydalanib, dudlikni emas, yaxshilikni yetkiza oladigan do'stlarni tutish hammamizning astoydil o'ylanib beqishga arziydigan ish. Do'stni tanlab tutquliq. Har qanday odamning o'zidan kuchli odamlar bilan do'st bo'lg'isi keladi. Bu yerda deyilayotgan kuchlik, martabasi yuqori, boyligi ko'p, kallasi o'tkir, chiroy turqi qamlashgan bo'lishdan boshqa, uning vujudida mavjud bo'lgan go'zal narsalar sizni texmi yaxshi bo'lgan o'zingizga aylantira oladigan narsalarni o'z ichiga oladi. Qimmatli vaqtimizni va zehnimizni galvon odamlarga yaxshilik qilishga sarf qilsak, bu isrofchilikdan boshqa narsa emas. Ya'ni kelib, uningdan hech qanday unumga erisha olmaysiz. Uning ustiga galvon odamlarning o'z mantiqisi bor bo'lib, ayrim sistema shakllantirgan. Normal odamlar bilan ular haqiqiy ichakishib ketolmaydi. O'zingizni beg'ishlab do'st bo'lishga tirishgan taqdirdami, ularning haqiqiy do'stiga aylana olmaysiz. Shunday odamlar bor. Quduqning ichidagi paqadak yashab turib, boshqalarga xizmat, turmush jihatda nasihat qilishga amroq. Yeshang bir yerga berib qoldi. Nimishqa loyiq topmaysan? Endi bolalik bo'lmasang, keyin bo'la olmaysan, jumu. Istifa berma. Namarat yashsaqmi, muqim xizmatimiz bo'lgani yaxshi. Boshqalarmi yashavatmamdi. Mening bundaq odamlarga hukm qilishdagi o'lchimim qarshi taraf sizga nasihat qilgan jihatlarda o'zi zodi qanchalik. Uningga qarab beqing. O'zining balasi oliy maktabga o'talmay, yo'l mengib yurib o'qitgan turib, boshqalarning balasiga dangliq oliy maktabga o'tishni o'g'itman deb chepib yuradi. O'zi hech ish qilolmagan, ota-onasini boqolmagan, hatto texichi cho'nglarni shilib yeyotgan turib, boshqalarga utuq qozonishning yo'lini o'rgatmoqchi bo'ladi. O'zi hamrohi bilan chiqishib o'talmay, bo'la bo'lmas o'y tutayotgan, ko'ktat setib olishga 50 tiyinni ortiq xajlab qo'ygani uchun chashlashib ketadigan turib, boshqalarni to'yga oldirtib, tanlab o'ltirmay birini tepibla tagmamsan. Yana o'ltirsang, bir umr o'ltirib qolsan deb nasihat qiladi. Faqat kallamdan o'tmaydi. Ular hayotning nimaligini o'zlarini bilib bo'lolmagan tursa, siz ulardan o'rgansangiz, texmi dudlashib ketmamsiz. Atrofingizda bir ikki galvon bo'lsa, har holda davosini topqili bo'ladi. Ammo bir to'p galvonning orasiga kirib qolsangiz, ularning masalalarga tutgan pozitsiyasi, ko'z qarashi, ilgirlash yo'lingizdagi cho'ng to'salg'iga aylanib qoladi. Dunyo ajoyib kengdek bilinadi. Amaliyotda to'limi kichik. Kayfiyatingizga va umrlik qarorlaringizga ta'sir ko'rsatadigan faqat atrofingizdagi bir qismli odamlar bo'lib chiqadi. Ideyasi ichilmagan odamlar orasida yashasangiz, yuksak irodangiz va jasoratingiz atrofingizdagi odamlarning ta'siriga uchrab, bekinma doiradan bo'sib chiqolmaydi. Galvon, hamoqat odamlarning gaplariga parvo qilmaydigan yuksaklikka yetolmaydi. Hamoqat odamni qutuldirish xiyolida bo'lmang. Bo'lmasa, oqibat o'zingiz shularning qatoriga ketilib qolasizda, hamoqatlar orasida oq ko'ngillik bilan yashashning o'lim yo'li ekanligini bayqaysiz. O'ziga talabchan odamlarda o'zlari intiladigan muhit ichida terishib, qad ko'tarishdan iborat o'rtaq bir xohish bo'ladi. O'zingiz arzu qilmagan muhitda turib qolsangiz, g'oya, armonlaringizning mustaqilligini saqlashingiz nihoyat tez bo'ladi. Odam o'zini to'xtamay yuksaltirib turishi kerak. Olg'a ilgirlash jarayoni o'tmish bilan xo'shlashish jarayonidir.
Hatto burunqi ancha murakkab bo'lmagan o'zingizdan voz kechib, texmi go'zal joyga qarab menishingiz kerak. Odam bo'lishda, ish qilishda voz kecha oladigan, yo'q deya oladigan, tashlay oladigan bo'lish kerak. Hamoqat odamlar atrofingizda yursa, erkinlik, ozodlik nada turibdi? Men o'zimdagi narsalar bilan ko'nglim to'q yursam deyman. Kunda hamoqat odamga yuzlanib tursangiz, xo'shal bo'la olamsiz. Agar siz o'zingiz ancha yoqtirib ketmagan muhitdan qutulib chiqib, texmo donolik bilan o'zingiz yoqtiradigan odam yoki ishni tanlagan bo'lsangiz, qarmoqqa ijtimoiy muhitning kichikina bir qismini o'zgartgandek ko'ringan bilan, amaliyotda bu dunyoni o'zgartishdan iborat buyuk jarayondir. Siz bilan haqiqiy boshlanishi bor odam va ishlar sizning haqiqiy dunyoyingizni shakllantiradi. Bundaq dunyoda galvonlikqa o'rin yo'q.